Uchinchi vaza Bayuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, kamlikka rozi bo'l. Shunda sen hech narsaga muhtoj bo'lmaysan. Hasaddan uzoq tur. Shunda tinchlik topasan. Haramdan olis tur. Shunda e'tiqoding pok va ixlosli bo'ladi. G'aybatdan voz kechgan kishiga mening mehrim ochiladi. Odamlardan uzoq turgan kishi ularning balo ofatlaridan qutulib qoladi. Kam gapirgan kishida doimiy aql bor. Kamlikka rozi bo'lgan kishi buyuk Allohga tayanadi. Ey odam bolasi, sen o'z bilimining orqasidan yurmaysan, ammo bilmaydigan bilimni qidirasan. Ey odam bolasi, sen dunyoda shunchalik mehnat qilsan, go'yo erta o'lmaysan, boylik to'playsan, go'yo abadiy yashaysan. Ey dunyoviy narsa, sen seni istaydigan kishidan uzoq tur. Seni oldin ko'rishdan qochadigan kishiga yaqinlash va senga nazar soluvchiga yoqimli bo'l.